Assalomu alaykum sizga. Ishlar bo'lyaptimi? Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana tomlarni qilib qo'ydik, bitkizib qo'ydik. Yaxshi, o'ta Tunikiga chiroyli. tayyor holat bo'ldi mana. Hali o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi degan temir shuda, konteyner profillari. Aytaverasizlar, zakazlar bo'lsa. Mana mashaqlarni ko'ringlar mana, soylari bilan mana konvert qilib burib berdik, chiroyli qilib 550 kvadrat joyda tunikiga tayyor. Kvadrati xudo xolasa mana 160 ming, 170 ming, 180 ming, 230 minggacha. Bu akaga 170 mingdan tushdi mana. Erta xudo xolasa tunikalarni qatirib beramiz. Xudo xolasa tugaydi. Zakazlar bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilaverasizlar. Temirlar ko'ryapsizlar mana. Kontrakt yo'q. Usi ham ichsa bichilolmaydi. O'ta baquvvat aka. Solaymi yo? O'ta zo'r aka. Solaymi yo? Mana to'yda chiqib solaymi? O'ta zo'r aka. Biz 95 kilodan oshiraman. Meni bemalol ko'tarib turibdi. Bo'y 3 metr ekan. Pastidan. Bitta regaga ketyapti mana. Ko'ringlar. O'ta ana. Bemalol ko'taryapti akani. Kam bir 90 ga boradi. Ko'rinyaptimi? Ha. Bizi ishlar aka, qo'rqish ham yo'qolib ketdi shekilli, bemalol yurib. Ko'rinyaptimi? Ha.